Botga kirib, Start tugmasini bosamiz va menyudan kerakli tilni o'zbek, rus yoki ingliz tillaridan birini tanlaymiz. So'ng tizimga kirish tugmasini bosamiz. Raqamimizni hech qanday plus belgisiz kiritamiz. SMS orqali kelgan kodni ham kiritamiz. Shu bilan biz ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tamiz. Ichida trek raqami bo'limiga buyurtma bergan tovarimizning trek raqamini kiritamiz. Agar Xitoy manzili tugmasini bossak, bot bizga Xitoydagi shaxsiy manzilimizni taqdim etadi. Mening buyurtmalarim bo'limida esa buyurtmalarimizning qayerdaligini, omborga yetib borganmi yo'qmi, to'lov qilinganmi yoki qilinmaganligini ko'rish mumkin. Yetkazib berish manzili orqali yukimiz qayerga yo'l olayotganini ko'ramiz. Kerak bo'lsa manzilni o'zgartirish ham mumkin. Call center bo'limida o'zimizga kerakli savollarga javob topamiz. Yana savollar bo'lsa, quyidagi ko'rsatilgan akkauntlarga murojaat qilishimiz mumkin. Fikr va mulohazalar tugmasi orqali esa o'z fikr va takliflarimizni yozib qoldirishimiz mumkin. Va nihoyat profil bo'limida shaxsiy ma'lumotlarimizni va kirish kodimizni ko'rish imkoniyati mavjud.